2 yoshli qizaloq o'z otasini hayotini saqlab qoldi. 2 yoshli qiz otasi ancha vaqtdan beri uyg'onmayotganlikdan tashvishga tushib, uni uyg'otishni boshlaydi. Ammo qizaloqning bir necha urinishlariga qaramasdan ota hech ham uyg'onmaydi. Otasi uyg'onmayotganidan qo'rqib ketgan qizaloq yig'lab yuboradi va yig'lab turib otasini qayta-qayta chaqirishni boshlaydi. Qancha harakat qilmasin foydasi yo'qligini bilgan qizaloq otasi dori ichishi kerakligi esiga tushib ketadi. Qizaloq qo'shni xonaga chiqib, dorini amallab topib, dorini olib keladi. Dorini otasiga bergandan keyin ota uyg'onib, o'z hushiga kelishni boshlaydi. 2 yoshli qizaloq o'zini yo'qotib qo'ymasdan dorini topib otasiga berib, uni hayotga qaytarganligi bu juda ham katta jasorat. Ma'lum bo'lishicha, ota gipoglikemiya kasalligiga chalingan. U diabet bilan kasallangan odamlarda tez-tez uchrab turadi. Bu kasallikda qonda glyukoza miqdori pasayib ketadi va inson hushidan ketib qolishi mumkin. Bunday holatda odamni o'ziga keltirish uchun odatda 1 stakan shirin choy yoki shirin sharbat beriladi. Uyda asal, aytaylik, shirinlik, konfet yoki shokolad bo'ladigan bo'lsa, uni ham berishingiz mumkin. 15 daqiqa o'tgandan keyin qondagi glyukoza miqdorini tekshirish kerak. Agarda yaxshilanmasa, yana qaytadan shirinlik berishga harakat qilish kerak. Nima bo'lgan taqdirda ham shunday holatlarda tez tibbiy yordam xodimlariga murojaat qilish esdan chiqish kerak emas. Agar bemor hushidan ketgan bo'lsa, siz unga hech qanday shirinlik bera olmaysiz. Mazkur holatda tez tibbiy yordam xodimlariga murojaat qilib yordam so'rash kerak. Bizning kanalga obuna bo'ling. Biz bilan siz yanada xavfsiz bo'lasiz.